texnik nosozlik bo'lib qoldi, orada uzilib qoldi. Telefonga siz Sherzod bilan Sirojiddinning gapiga ishonib, siz uni har doim oldingizda olib yuribsiz. Aka, savollaringizni o'zingiz turdingizmi? O'z nima deb o'ylaysiz? O'zini osmoqchi bo'ldi-da. Hali bular qotilsiz. Bu ikkalasi. Kelib chiqib yana bir savol tug'iladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana bular nima uchun aynan bu ikkita yigit mana o'zini osaman debdi? Ya'ni ijtimoiy tarmoqda aylanmoqligi uchun, to'g'rimi? Nima uchun bu politsiyaga emas, sizga telefon qilyapti? Xotini kasal bo'lsa ham, bolasi kasal bo'lsa ham, qo'pol qilayotganda tapchikasini bir poyin topolmasa ham menga telefon qiladi. Abart. Qanaqa tuhmat bo'ldi xalq tomonidan? Nima deysiz? Uchun xalq sizni bularni oldini olyapti deb o'yladi. O'ylayapti. Ha, esdim. Biz choy ichib olay, og'zim qurib qoldi. Ichib oling, keling mana ichaman. Yonini olyapti deb o'ylayotganlar uchun men bu gapni primoy efirda ham, primoy efir qilib ham aytganman. O'sha uyiga borganimda ham aytganman. Hozir ham aytyapman. Elchixona bilan bo'lganimda ham aytyapman. Vakolatxona bilan yolg'iz ko'rishganimda ham aytyapman. Koreyani milisasi bilan ko'rishganimda aytyapman. O'zim bilan o'zim uyda qolganda ham aytyapmanki, mana shu ikkalasini aybi bo'lsa qamalib ketsin. Bizning gumonimiz bo'yicha u siz oldingizda o'tiribdi. Qarangda, nima uchun mana hozir xalq sizga bunaqangi ayrimlari bunaqa gumonda bo'layotganligi uchun. Shu qatorda mana boshqa blogerlar ham, balki boshqa jurnalistlar ham nima uchun unaqa o'ylayotganini men sizga hozir tushuntirib beraman. Qarang. Siz uyga kiryapsiz, mana to'g'rimi? Birinchi marta kiryapsiz. Bu videoni siz bilmaysiz. Nechinchi etajda o'tiribsiz? Nima bo'ldi deyapsiz? Tepaga qarab chiqib ketyapsiz, to'g'rimi? Bu liftda ekan deyapsiz. Har bitta millisekundlargacha e'tibor berib qaradik. Kiryapsiz, siz go'yoki u yoqqa birinchi marta kiryapsiz. Lekin rostdan birinchi marta kirgansiz. Shunaqa videodan ko'ryapmizki, siz birinchi marta bu yoqqa kiryapsiz. Kiryapsiz. Bu yoqda bardak bo'lyapti. Nima bo'ldi bu yerda deyishingmi? To'polon-ku bu yoqda deysiz. Anu tam oldi u. Ha, to'polon bo'ldi dedi. Lekin siz shu narsani qabul qilmasdan bu narsani, to'polon bo'lgan bo'lsa, sizda ikkilanish degan narsa bo'lmasdan, siz qarang nima ish qildingiz u videoda. Siz kelib nimagadir erta iloji boricha Nozimani qoralashga harakat qildingiz. O'zidan arolarni ushladingiz. Bu ichgan ekan aro. Men bilaman, bu yoqqa deyapsiz. Aniqda ikkita aro turibdi. Buni men ekansa, ani bola ham aytayotdiki, Nozim aro ichgan ekan degan gapni topib bering. Hozir gapimni tugatib oling. Bu ani anaqa u ichganda deyapti. Endi go'yoki Nozim ichganda deb ko'rsatyapti. Va men sigaret cheksa, bu uni gapi, meni gapim emas-da, savol to'g'ri. Uni gapi deyapman mana. Uni ham gapi deyapman. Siz so'rayapsiz-da, mana men nima kim ichib o'tiribdi va men aytyapsiz-da. Ikkita aro turibdi, buni u ichdi deyapti. Nozimda Sherzod aytyapti buni. Ha, yo'q deyapsiz. Keyin yana kelyapsiz-da, yana bitta sigaret turibdi yo'qda, to'g'rimi? Sigaretni ko'ryapsiz, bu ichsa, u chakardi deyapti. Ha, icharmidi? Bu yoqda Ramazon, bu yoqda archa bayram ekan deyapsiz, to'g'rimi? Endi aylanib yana kelyapsiz-da, pastda polda yotgan yana bitta sigaret pochkasiga ko'zi tushyapti. Uni ham ko'rib, buni cheksa, endi u chakardi, ha, bu sigaret ekan. Afsuski hamma narsa bu yerda Nozimiga qarshi bo'lyapti-da. Endi qarang, yana bitta narsa-da. Siz o'zi bu xonadonga undan oldin, ya'ni mana shu video qilishingizdan 1 soat oldin bo'lsa ham kirganmisiz? Yo'q. Kirmagan bo'lsangiz, savol tug'iladi. Nima uchun siz xonaga kirganingizdan keyin aylanib hamma narsani ko'rdingiz-da, aynan rakvinani oldiga, ya'ni oshxona rakvinani oldiga kelib, sabzi taxtalarni, idish-tovoqlarni ichidan olib, yana bitta butilkani olib, "Men bu nima deyapsiz?" Buni qarangki, bu ham afsuski Nozimaga qarshi bo'lib chiqdi. Ya'ni u uksiz ekan. Go'yoki Sherzodning gapi bo'yicha uksiz, u uni ichmoqchi bo'libdiki, uni qutqarib qoldi. Go'yoki u qahramon. Betdagi narsa ham hammasi bu videoyingiz Nozimaga qarshi bo'lib qoldi. Akasi videoni boshqatdan ko'rib chiqing, keyin primoy efir qilamiz akasi buni. Yo'q, ko'rib chiqdim men. Sizda betdagi bu videolaringiz hammasidan Nozimaga qarshi qaratilgan dalillarni yig'gansiz. Aroni ko'rsatyapsiz go'yoki, lekin men boshi sizdan gaplashganimizda bu primoy efir boshlanmasdan eng boshida gaplashganimizda, yo'q, men o'z ko'zim bilan ko'rmaganman uni ichganini deyapsiz. Lekin ko'rsatdi, mana bu aroni orqasidan deyapsiz. Antiyan sigaretlarni ko'rsatyapsiz. Uksiz go'yoki ani aytayapti, Sherzod aytayapti, ya'ni ichmoqchi bo'lib, men uni qutqarib qoldim. Bu videolaringizdan mana odamlar nima tushunyapti? To'xta, oldida meni janjallashgan ayol kishi bilan urushda qundayotgan odam turibdi. Nimaga bu odam buni so'roq qilmasdan, mana kirdingiz-ku, xuddi bir detektivchi yoki nima deydi, tergovchidek bir kirib bordingiz-da.
nima uchun buni tergov qilmayapti-da? Nima uchun Nozimani aybini qidirishni boshladi bu odam? Mana nima uchun ayrim insonlar, bizga ham ko'pchilik, aksariyat insonlar nima uchun mana sizga shubha ketdi. Men sizga mana shu narsani tushuntirib beraman. Mendan ham xuddi shu shubha ketdi. Yana bundan tashqari, siz buni oldi olib yuribsiz. Aka, savolingizni qisqa qiling. Tushunmayapman, hozir kallang gangib tashlaysiz aka. Yo'q, men sizga savol beryapman, men sizga tushuntirib beryapman. Savol emas, konkret savol bering aka menga. Nima uchun buni qildingiz? Videolaringiz, sizning videolaringiz Nozima marhumaga qarshi dalil yig'gandek bo'lgan. Savolim, Nozimani nega Nozimani onasi jinoyat alomatlarini ko'rib bu ishni tegiga yetmoqchi bo'lyapti-yu, sizni nimaga jahlingiz chiqib ketyapti? Nima uchun g'azablashyapsiz? Siz to'g'ri yordam qildingiz, gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin nimaga bechora ona uni Toshkentga borganda ko'ryapti buni tan jarohatlarini, buni tegiga yetaman siz jon jahdingiz bilan qarshilik ko'rsatyapsiz. Lekin hozir emas, lekin nimaga shu asabiylashyapsiz? Aka, siz bir videolarimni ko'rib chiqing. Men videolarimda men ko'ryapman. Aka, videolarimda ham aytganman, Nozimani onasi jo'natib yuboringlar. Tezroq qo'yaylik degan birinchi. Tushunyapsizmi? Menda zapislari bor. Onasi nima uchun aytgan? Chunki onasi u haqiqiy tan jarohatlarini ko'rmagan edi onasi. O'shaning uchun iltimos qildi. Men aytayapmanki, o'sha ko'radimi, ko'rmaydimi? G'azabingiz chiqyapti. Ya'ni buni onasi jinoyatga yetaman desa, buni sizga nima qizig'i bor? Yetavermaydi. Nimaga siz g'azablashyapsiz? Muhimi siz hech kim jinoyatchi demayapti-ku. Yetsin, inson yetsin, bizni yetsin. Tezroq yetsin. Biz shuni tarafdorimiz. Endi siz tarafdori bo'lyapsiz, lekin boshqa siz unga qarshilik qilib jahlingiz chiqib kerak emas, muhokama qilmaymiz deb yotibsiz-da. O'shanga mana odamlar aka, siz qiyiqim